davolashda mo'jizaviy xususiyatga ega bo'lgan davolash vositasi deysizlar-ku. Mana bu qo'ziqorin bo'ladi. Buni grip reishi deydi, ganoderma yoki Yaponiyada ruhiy quvvat qo'ziqorini deyiladi. Bu DNKga borib, eng chuquriga borib ta'sir qiladi. 5 ta zo'r xususiyati bor. Birinchidan, любой rakka qarshi davosiga ega. Ikkinchidan, любой allergiya chaqiruvchi kasalliklarni davolaydi. Uchinchidan, любой virusdan o'ldiradi. To'rtinchidan, eng kuchli antibiotik hisoblanadi va beshinchidan, eng zo'r antioksidant hisoblanadi. Juda ham ko'p kasalliklarda mo'jizaviy xususiyatga ega. Olinadi, hukm qilinadi. Buni bir choy qoshig'ini bir stakanga solinadi. 15 minut qaynatiladi, keyin sitadan o'tkazilib ichiladi. 15 kun shunaqa zo'r natija beradi. 10 yoshga yoki 15 yoshga yoshartiradi. Homilador, emizikli va yosh bolalarga mumkin emas. Bu mahsulot internet do'konlarida bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar Doktor Kamilov.